Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, agar odam bolasi vafot etsa, uni 3 ta amalidan boshqa hamma amallari to'xtaydi. Faqat 3 ta ishi unga savob berib turadi. Sadaqatun joriya. Odamlarga foyda keltirib turgan bir nafaqoti, sadaqati. Ko'prikmidi, asfaltmidi, musulmonlar foydalanib turadigan sadaqa joriya qoldirgan bo'lsa. Va ilmun yuntafa'u bihi. Odamlar foydalanib turgan ilm qoldirib ketgan bo'lsa, mana shundan ham o'lganingizdan keyin savob borib turadi. Va valadin solihin yad'ula. Uchinchisi, uni haqqiga duo qilib turadigan solih farzand. Endi ilm hammamizda ham bor emas. To'g'rimi? Hammamizga ham Alloh bermadi ilmni yoki o'zimiz o'qimadik. Hammamizning qo'limizda pul ham yo'q, sadaqa joriya qoldiraylik desak. Lekin nima bor qo'limizda? Farzand bormi? O'ldi, o'chdi bo'lishni xohlamasangiz, bolangizga Allohni taniting, islomiy tarbiyani bering.